Assalomu alaykum aka-ukalar, zahmat birodarlar. Hop. Kavsar otaxonaga kelganmiz. Ko'rib bitta baho berasizlar, o'z fikrlaringizni qoldirasizlar aka-ukalar. Mahjon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, ukam, yaxshimisiz? Bugungi sayohat mana Xudo xolasa Kavsar otaxonasiga keldik. Manzara juda chiroyli. Otaxonaga bitta baho berib qo'yasizlar. Bitta otlar ko'rsatib. Aka, har safar bitta yangilik, bitta naqa to'g'ri beryapsiz. Bu safarga nima bor? Bu safarga mana hamma so'rovlar yo'q ekan. Gap kelganda to'rt ketaylik. Aha, buni ma'lum. Uchxil so'liq. Hop, uchxilda farqi bo'ladimi? Uchxilda farqi bo'ladi. Aha. Oddiy. Hamma o'sha katta otlarimizga tushadigan so'liq. Bu to'rt burchak so'liq mana bu. Bunisi. Aha. Yaqinlashtirib ko'rsatasiz. To'xtamaydigan, og'zi qattiq otlar uchun. Bu toy so'liq deyiladi. Buni ham demak farqi bo'lar ekanda aka. Endi yangi ot boqib maslahat. Kerak, ma'lumot bitta. Bu otxonamizda hamma otlar mana pechatli, 55 pechati bilan. Bu iPhone degan otimiz. Bu Spartikada ham aka Kavsar 55 ko'rdim. Bu asosiy formalar shunaqa. Ha, обязательно kirilgandan keyin otxona beriladi. Mana buni sotimizni o'tamiz. Buni sotim mana shu toy ekan, 2,5 yashar baho berib berasiz. Aka, bu yerda ham katta otlar bor, a? degan toyimiz. Buni bo'yi Hozir olib chiqib bitta ko'rsatamiz bu otlarni. beriladi ma'lumotini. Otlarni, biyalarni. Biyalarga ham o'tib ko'ramiz, aka ular. Biyalarga ham bitta baho berasizlar. Otlardan boshqacha. Bitta otlar ko'rsating. Otlar hozir qashikka qo'yildi, qashiyapti otlar. Aka, bo'lmasa bunday qilaylik, videomizni uzun qilmaylik. Foni opchig'i bitta obzor qilaylik otlarda aka. Qo'ldan kelgancha ko'rib o'zi aka-ukalar o'zi bahosini berishaveradi.